Mana hurmatli o'quvchilar, buni ko'p so'raysizlar, buni yo'llarda ham, ko'chalarda ham kimdir qiziqib so'raydi shu holatda. Agar yo'l transport hodisasi natijasida hech kim jabrlanmasa, moddiy zarar esa ahamiyatsiz bo'lsa, haydovchilarning o'zlari hodisa ro'y bergan joyini tark etib, davlat yo'l harakati xavfsizligining eng yaqin yoki ichki ishlar organlari idorasiga hodisani qayd qilish uchun bora oladilarmi, deyapti. Ko'plar avariya holati, endi yo'l transport hodisasi yuzaga kelgan paytida imkon qadar gay ko'rmasin deydi, tezroq ketaylik deydi, o'zaro kelishaylik deydi. Shu holatda gaydan qochish holatlari yoki gaydan yoshinish holatiga o'tadi. Aslida o'sha joy hech kimga zarar yetkazmagan holatda ham ko'chada ko'p haydovchilarni so'raydi. Hech kim zarar yetkazmagan holatda singan, chiqqan yoki bir o'lim holati bo'lmagan bo'lsa, haydovchilar agar faqat moddiy zarar bilan, ya'ni moddiy zarar degan avtomobillar bir-birini mana faralari sinishi, kichik anavilar moddiy zararlar bo'ladigan bo'lsa-da, buferlari sinishi yoki qanaqadir shilinishlar bo'ladigan bo'lsa, uni faqat o'sha ustaga olib borish yo'li bilan tuzatadigan bo'lsa, ular bora oladilar. Gayiga borib, mana bora olmaydilar deyapti. Ko'plar endi ko'chadagi, yo'llardagi ko'plar qochib ketib yo boshqa qilib aytmagan gayiga. O'sha uchun ham ko'plar bora olmaydilar deb savolga javob beryapti. Bora oladilar. Bora oladigan javobimiz ham to'g'ri, lekin nima qilamiz? O'sha borish uchun biz hodisa chizmasini taxminiy tuzib va uni imzolab bora olamiz-da. Bora oladilar deyapti mana bu joyda. Biz o'sha joylarini xuddi fazoviy urilgan holatlarini to'rtta tomondan salba bo'ladimi, qanaqadir obyekt bo'ladigan bo'lsa o'lchab borsak bo'ladi. Nimaga degan paytida ertaga o'sha moddiy zararni videoga, hozirgi kunda videoga olsa bo'ladi. Hozir oldinlari qog'ozlarda o'lchab, yo'llarni, nomlari, boshqalarini chizib borganlar ko'plar o'sha gayiga ana qilish uchun, tasdiqlatib qo'yish uchun, chunki ikkalasi ertaga o'sha moddiy zararni jabrlanuvchi kuyib qolmasligi uchun rasmlarini chizib borganda, hozirgi kunda video va telefonlar, hammada gadjetlar bor, telefon apparatlari bor. Shularni hamma joyini, avariya bo'lgan joyni syomka qilib, borib gayiga ko'rsatib, tasdiqlatib qo'ysa bo'ladi. Nimaga degan paytida ertaga qanaqadir bir boshqa yo'l transport hodisasi bo'lib, bularni izlab topib baloga qolmaslik uchun. Shu narsani mana komandir ikkita yo'l transport hodisasi ikkalamiz shu kimnidir aybi bilan shunday bo'ldi deb, aybi bor odam bo'yniga olsa, ana aybi bilan bo'ldi, shunaqa holat bo'ldi, tuzatib beraman. Bizga masalan ertaga ustaga borib ana shular muammo qilmasligingiz uchun bitta ana ruxsatnoma yozib bering desangiz, yozib beradi. Ikkalasi kelishib olinglar dedi, ha dedi. Videoni ko'radi, yozib beradi. Hech qanaqa xavotirli joyi yo'q. Shuning uchun ham sizlarning testli javoblaringiz uchun ham yo'llarda so'ragan haydovchilar uchun ham aytib o'tyapman.